Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun mamlakatimizdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Ozarbayjon Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Gusin Guliyevni qabul qildi. Davlatimiz rahbari Ozarbayjon elchisining samarali faoliyati hamda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan shaxsiy hissasini alohida qayd etdi. Oliy va boshqa darajalarda jadal muloqotlar yo'lga qo'yildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda sezilarli natijalarga erishildi. So'nggi yillarda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi karrasiga oshdi. Ozarbayjon sarmoyasi ishtirokida 280 ta korxona tashkil etildi. Qo'shma investitsiya kompaniyasi ta'sis qilindi. Ayni paytda geologiya, qishloq xo'jaligi, transport, shaharsozlik, to'qimachilik, farmatsevtika va boshqa tarmoqlardagi kooperatsiya loyihalari faol pallaga kirgan. Madaniy-gumanitar almashinuv sohasida ham muhim dasturlar amalga oshirilmoqda. Uchrashuv yakunida davlatimiz rahbari elchi Gusin Guliyevga O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo'shgan katta hissasi uchun mehnat shuhrati ordenini topshirdi. Elchi o'z navbatida uning diplomatik komissiyasiga berilgan yuksak baho hamda O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlik rivojini har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgani uchun mamlakatimiz yetakchisiga chuqur minnatdorlik bildirdi. Saida Mirziyoyeva Ostona xalqaro moliya markazi faoliyati bilan tanishdi. Saida Mirziyoyeva Qozog'iston poytaxtiga tashrifi doirasida Ostona xalqaro moliya markazi faoliyati bilan tanishib, moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish borasidagi tajribani o'rgandi. Saida Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, O'zbekistonda Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilayotgan bir paytda Qozog'istonning mazkur sohadagi tajribasini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Qayd etilishicha, Ostona xalqaro moliya markazi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish va biznes uchun qulay muhit yaratish borasida mintaqadagi muhim platformalardan biri hisoblanadi. O'zaro tajriba almashish nafaqat O'zbekiston va Qozog'iston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga investitsiyalar oqimini ko'paytirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Toshkentda avtobuslar uchun ajratilgan yo'laklarga delineatorlar o'rnatilmoqda. Ma'lum qilinishicha, poytaxtda avtobuslar harakati uchun mo'ljallangan A toifadagi alohida yo'laklarni bosqichma-bosqich joriy etish ishlari davom etmoqda. Xususan, Magic City hududidagi Furqat ko'chasidan Xalqlar do'stligi saroyi atrofidagi Islom Karimov ko'chasigacha bo'lgan yo'l qismida maxsus yo'l chiziqlari chizilib, delineatorlar o'rnatilmoqda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, delineatorlar avtobus yo'lagini umumiy transport oqimidan ajratib, boshqa transport vositalarining ushbu yo'lakka kirib kelishini cheklaydi. Bu esa jamoat transporti harakati tezligi va barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Jahon tajribasida Amerika Qo'shma Shtatlari, Ispaniya, Buyuk Britaniya, Singapur, Avstraliya va Ozarbayjon poytaxti Bakuda bunday alohida yo'laklar jamoat transporti samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biri sifatida qo'llab kelinmoqda. Qayd etilishicha, 2026-yil davomida Toshkentning 30 dan ortiq ko'chasida A toifasidagi maxsus avtobus yo'laklarini tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu yo'nalishlarda delineatorlar va boshqa infratuzilma yechimlari ham bosqichma-bosqich joriy etiladi. Loyihaning asosiy maqsadi avtobuslar harakatini tezkor, barqaror va oldindan rejalashtirish mumkin bo'lgan tizimga aylantirish, shu orqali jamoat transporti jozibadorligini oshirishdan iborat. O'zbekistonda aholiga tegishli avtotransport vositalari soni 5 millionga yaqinlashdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning 1-aprel holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4903,1 mingta avtotransport vositalari ro'yxatga olingan. Ularning asosiy qismini yengil avtomobillar tashkil etadi. 2025-yilning mos davriga nisbatan avtomobillar soni 344,6 mingtaga oshgan. Jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari turlari bo'yicha quyidagicha taqsimlangan. Yengil avtomobillar 4552,3 ming dona, yuk avtomobillari 330,3 ming dona, mikroavtobuslar 7,5 ming dona, maxsus transport vositalari 7,2 ming dona, avtobuslar 5,8 ming dona.
Urgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda giyohvandlik vositalari savdosiga chek qo'yildi. Xususan, Urgut tumanida yashovchi 1990, 1998 va 2008-yillarda tug'ilgan 3 nafar mahalliy fuqaro 2 kilogramm 80 gramm gashish moddasini shartli xaridorga 27,4 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ta'kidlash lozimki, ulardan biri muqaddam aynan giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan shaxs hisoblanadi. Hozirda qonun buzarlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunchilikka ko'ra bunday jinoyat uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilangan. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilishi holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.